Sallallahu aleyhi ve sellem. Bi abi ve ente ummi. Ota-ina fido bo'lsin. Jonim fido bo'lsin. Ahli baytim fido bo'lsin bu odam. Bu odam zo'r odam bo'lgan. Ummatini dardi bo'lgan. Uyga borib, Rohikul Mahtumni ochib, Saodat asrini ochib Rasululloh tarixini o'rganib, vaqtingizni payg'ambar tanishib o'rganing. Chunki vaqt kelib qabrga borsangiz, "Man robbuka", Robbing kim deb so'ralasiz. Robbingiz ismlarini aytib beringlar. Alloh Ar-Rahman deb 100 ta ismini aytib bering. Payg'ambaring kimsa, payg'ambarimiz Makkada tug'ilgan, moyil tug'ilgan, mana bo'lgan aytib berish kerak. Demak, musulmon odam tanishlik kerak bo'ladi inshaalloh. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Valhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolo Parvardigor shu maydonda sahobalar turgan. Bu maydonda sahoba-i kiromlar jang qilgan. Bu maydonda payg'ambarimiz yurgan. Alloh ham qiyomat kuni sevganlarimizni mana qiyomatga jamlagan Robbim. Alloh ham shu maydonda tog'ni tutur so'rayapmiz, qo'llarimiz bo'sh qaytarmagan. Payg'ambarimizni xizmatida ular qildi. Biz ham Rasulullohga salovat bilan xizmatda bo'lishni Alloh nasib etgan. Payg'ambarimizni qiyomat kuni yoniga borib assalomu alaykum desak, alaykum assalom ummatim deb bizni qo'limizni rad qilmasdan ko'rishni Alloh hammamizga nasib etsin. Alloh taolo qiyomat kuni yuzlarimiz yorug' qilsin. Va yaxshi niyat bilan keldik, umra qilamiz deb Alloh umramizni qabul qilsin. Jami gunohimizni kaforat qilsin. O'tib ketgan shu yerda maydonda shahidlar Alloh martabasini yana ham ko'tar. Alloh ulardan rozi bo'lgin. Alloh taolo bizga yaxshi niyatlarni bergin. Bemorlarimizga shifo bergin. Ota-onamizga Alloh tirik bo'lsa xizmatini qilish nasib etgin. O'tib ketgan bo'lsa ular Alloh rahmatiga olgin. Ularning nomidan qilsak, ibodat qilsak, umra qilsak, duo qilsak, Alloh qabul qilgin. Alloh taolo o'ziga kuch-quvvat bergin ya Robbil alamin. Allohu akbar.